Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz Angren tog'lari sari yo'lga chiqqanmiz. Ishxonadagilar bilan yo'lda ketar ekanmiz. Garchi may oyining o'rtalari bo'lsa ham hali ham qizg'aldoqzor bor ekaniga ko'zimizni quvontirdi. Bu qizg'aldoq shunday bir gulki, bu bahorning elchisi hisoblanadi, bahorning kelinchagi hisoblanadi. Mana bunday bu yerda bittasiga e'tibor berdim. Bu yerda qandaydir bug'doylarni yo nimalardir ichida o'smagan ekan. Qizg'aldoqlarni o'zi ekilgan shekilli yoki urug' tashalganmi? Ajoyib ekan. Qizg'aldoqda hid bolalikdagi yoshlikdagi hidni eslatadi. Bahorning hidi, bahorning isi keladi. Buvilarimiz, bobolarimiz yurgan yo'llar eslatadi. Albatta bu joylarga kelib suratga tushish kerak. Bahordan, yoshlikdan, mana shu bir davrlardan esdalik bo'ladi. Qip-qizillik insonni xuddiki bilasizmi, qizg'aldoqlar nimaga o'xshaydi? Vatan ozodligi uchun qonini to'kkan ajdodlarimizni qoniga o'xshaydi. Ajoyib gul, Xudoning mo'jizasi. Qizg'aldoqda shunday xususiyat bor. Buni bir marta uziladi va ikkinchi insonni qo'liga borguncha buni barglari, qoyalari to'kilib ketadi. Qizg'aldoqdek sadoqatli va vafodor bo'lish kerak deb bekorga aytishmagan ekan. Sog' bo'linglar.